Shu yozdan boshlangan tishini g'irtillatib, keyin ko'p uxlash, qorin og'rig'i asosan. Eslab qolish ham anaqa sal orqaroq edi. Biza Muhabbat Qurbonovaga boramiz raqsga, qizim boradi. Muhabbat Qurbonovaning o'sha Instagramda anaqa reklamalarini ko'rib qoldim. Keyin ularga chiqdim, ulandim. Ular bilan dorini hadbam reklamadan ko'rib o'zi ichiravermayman. Ustoziga ishonganim uchun ustozinikiga telefon qilib so'radim, qanaqa dori, haqiqatan ham foydasi bormi desam, rosa maqtadilar. Ichirib ko'ring, mana qildim. Men uncha dorilarni nima qilavermayman dedilar. Zakaz qildim. Keyin mahsulotlarni ichgandan keyin kechqurun yaxshi uxlayapti. Tishini g'irchillatmaydi asosan. Bezovtaroq bo'lib uxlayotdi. Kechasi ham qorni og'rirdi, hozir og'rimayapti qorni. Keyin aqliy rivojlanishiga kelsak, u hozir mana 10 gacha yozyapti. Bir nimani o'rgatsam, ertasi kuni qaytar desam, qaytarib beryapti o'shani. Shular tomonlama men foydasini his qildim-da. Sharoit bo'lsa olib ichirsa, rosa yaxshi mahsulot ekan. Qiyin emas ekan ichirishlar ham bolaga. Bola o'zi ham mevali, har xil mevalar ekan, bemalol ichar ekan bolalar. Ichirishga ham oson, lekin foydasi yaxshi. Foydasiga gap yo'q. Zo'r. O'zimiz sezdik shuni.